Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Hammani uyda o'quv bor. Eng foydali mashqimizdan bu bokovoyga ishlataman. Figuramizni chiroyli korreksiya qilishga. Ko'pchilikning boksa qismi katta bo'ladi. Bu boksani ketkizib, chiroyli yig'si bo'ladi. Qo'lni yondan tortilgan holatda, tizzalarni bukkan holatda 20 tadan ikkita podxod 40 ta qilasizlar. Oyoq uchi tortilgan. Yaxshilab. Опа. Давайте. Sizlar uchun 10 ta ko'rsataman. Har bitta mashqqa 20 tadan ikkita podxod 40 ta qilasizlar. Yaxshi, ushadik. Bir tekisda bukilib ketmanglar qizlar. Qorin tortilgan, palka tepadan 20 ta 40 tadan keyin belgi mashq dam olish 5 ta bor. Belinglar olib ketadi. Bu beli zo'r, oyoqlarni zo'r dam oltirib tortib beradi. Stop. Молодцы qizlar. Ikkinchi mashqimizda yana bokovoy qismga shu joyimizni chiroyli tortib beradi. Ham biqinlarni, ham bo'ksalarni yig'ib beradi. Qo'l tepadan, oyoq uchi tortildi. Biodrani ko'rasizlar, yonga chiqardim. Qo'l, oppa, 1 2, давайте. 3. Baland, qancha baland bo'lsa shuncha yaxshi. Sizlar uchun 10 ta ko'rsataman. Bu mashqimizni ham 20 tadan ikkita podxod 40 ta qilasizlar. 15 tadan 30 ta qilsanglar ham bo'ladi. Imkon qadar qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. 5 ta 1 2 3 charchab qolsangiz dam olib ishlasa bo'ladi. 4 5 ta ushadik. Tepadan raz buni ushamadinglar, mana hamdan shula pastroqdan, tizzadan tortilgan holatda zo'r tortilamiz. 20 ta qilgandan keyin belga dam berish kerak. Umurtqani ishlatasizlar. 2 1. Молодцы qizlar. Endi ikkita mashqqa qo'shgan holatda polni bokovoyga yig'ib olamiz. Yonmachasiga palka yordamchi, balans ushlash uchun bir tekisda oyoq uchi tortilgan. 1 hoppa 2 10 tadan 3 ta 4 ta podxod 40 taga olib chiqsanglar bo'ladi. 1 hoppa 2. Davay, sizlar uchun 10 ta ko'rsataman. Buni aytganimdek 40 taga olib chiqasizlar. Bokovoy katta qizlarga juda foydali bu. Yon tomon. Biqinlarga baland ko'tarsanglar biqinga zo'r beradi. 2 10. Har bitta mashqimizda 10 sekund tanani qotirib ushlash kerak. Tana qotirganingizda ko'jalar zo'r taralashadi, ichki yog'lar eriydi. Qorin tortilgan, yelkalarni tekis qilgan holatda faqat belgi dam 1 tortilish qanaqa? Tizza bukkan holatda tas orqaga 2 3 4 5. Молодцы qizlar. Har